Sirdaryoda erkak ayolini urib, sochlarini kalga olib tashladi. Voy, ko'zingni o'yib qo'yay debdi-ku. Hali ochilib qolgan opa. O'lib qolaman, qaytib bormayman. Bu erkak shoshiga bo'lib bolalarimni berdim. Mana hamma joydan qolmadi, bo'ldi. Ayolning sobiq turmush o'rtog'i tomonidan ayovsiz kaltaklanishi, hattoki sochining tagi bilan olib tashlanganligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda Asr kafesida ishlayotganligi va uyiga kelmasligini qaynonasi ta'kidladi. Ayol uyda yashamasligini, erkak esa uyda yashashligini talab qilganligi sababli uyda kelishmovchilik bo'lgan. Men bunaqa erkaklardan nafratlanaman. Ayollarni asrashimiz kerak. U ayollar bolalariga kerak. Qattiq ta'zir o'tkazayotgan erkaklarimizga qonunda bir javob bo'larmikan? Shu tariqa mazkur ish sud muhokamasiga kelib tushar ekan, voqelik ochiqlandi. Ya'ni sudda sobiq xotinlarning va guvohlarning so'zlari eshitildi, dalillar batafsil o'rganildi. Ayolga janjal qilavergandan keyin oxir shunaqa nazarga bordiki, stress holatga keldim, qandaydir fan tilida aytganda o'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zim qilgan ishimni o'zim umuman ko'zim olib qorong'ilashib ketdi. Bir martasiga kechiringizlar, iltimos. Kechirmaysizmi? Yo'q, kechirmayman. Ish hujjatlari aniqlanishi, oilaviy nizo natijasida birinchi turmush o'rtog'i bilan mast holatda yashash uyida o'zaro janjallashib, unga o'rtoqlikdagi tan jarohati yetkazilgan. Fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 126-moddasi hamda 126 primir moddasi 4-qismi bilan aybli topib, unga nisbatan 2 yil 6 oy muddatga ozoddan mahrum jazosi tayinladi.